Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar, sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Mana biz Abdulla Hoji Begimiz kanalimi Begim sharbatini chiqarib qo'yganmiz. Mana Akramjonga mana 5-marta quyoshimiz. Bugun 3-fevral 2026-yil. Mana buni birinchi qo'yamizda, xudo xolasa qolgan videolarni hammasini orqasidan qo'shib qo'yamiz, xudo xolasa. Mana salafan bilan yopdi. Nimaga? Foyda yaxshiki, salafan bilan yopdi mana. Tepsasini. Biz kuzatib turganlar biladi. Ayniqsa oltiariqlar beparvo qolmanglar bunga mana. Biz oltiariqda bolalar kelib olib berdi buni. Men uni video qilmabman, video qo'ygan bo'lar ekan. Bugun 3-fevral 2026-yil. Men Akramjonlar quyyapti. Akramjon xolamayapti o'zini ko'rsatishga yaqinroqdan. O'zi normalni diviziyani qiladi, o'shaning uchun oilaning oldida gap so'z bo'lmasin deyapti. Sho'x xolamayapti. Xolaslar mana jellar bilan tasga gapirib qo'yaman. Necha marta qo'ydik? 4 marta, 5 marta qo'ydik. 5-si bo'linchi mo'ljallar. 5-si. 19-noyabr kuni ham qo'yganmiz. Menimcha adashqam yo'q. Ha? 2026-yil, 25-yil deydi. 300 kilo, 400 kilo. Qisqasi bir tonnaga pishadi, 7 so't. Endi gapiraman desam gap ko'p. Tushuntiraman deganimda o'z videolarimni, boshqa videolarni ko'rsam hammasini tushunasizlar, xudo xolasa. Dori yeb qo'yasizlar. Altaraqda odamlar, ayniqsa dehqonlar, yaxshilab hisoblab ko'ringlardan. Doridan mineral o'g'itdan 8 barobar, 10 barobar ordan tushyapti. Mana shuni o'zidan daromad qilib bo'lasizlar. Mana suyuqlikni ko'rsatib qo'yayim. Mana quyingchi shunday. Odamlar shuni ham so'raydi. Mana suyuq berganmiz. Tushuntirib qo'yganman. Litri 1000 so'm. 1 gektar yerga 1 tonna hisoblaymiz. Endi hozir beyda bilmaymiz, qana hisoblaymiz. Uzumga bo'lsa yoshiga qarab kuyadi masalan litrini. Liboy bari doriga solishtirganda 8 barobar, 10 barobargacha ordan tushadi. Shuni tushunsalar bo'ldi. Ko'rdinglarmi mana salafanni totib qo'yibdi ustidan. Mana stikllarni qo'yib, nima? Tokini alishini ustidan stikllarni qo'yib, o'rtasi bo'lama shunaqa moslab berdi mana. Buraydan oshib qoldi. Noyabrda 9 kelganda mana shuni salafanni totib turibdi. Xudo xolasa 1 oy oldin pishadigan umidda ish qilyapti hozir bu ham. Tepani Akramjonning o'zining diviziyalari ham yaxshi. Shuning uchun xolamayapti ko'chada ekranga chiqishdi. Xudo xolasa hammasini tushuntiramiz. Samigilamning mineral o'g'itdan arzon bo'ladi. Dori yemaydi, kasal bo'lmaydi. Jigar seriyasi kamroq bo'ladi demoqchiman. Mening videomni ko'rib turganlar hammasi tushunadi o'zi. Abdulla Hoji Begimiz kanali bu. Mana o'zimizga ko'rsatib qo'ydik, to ishemaganlar uchun. 3-fevral 2026-yil. Telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz sizlarga. Ana eshityapsizlar, uzoqdan turka qilyapti. Aka nimadir qo'shadi. Nimadir emas, anjinasi qo'shaman, xudo xolasa. Uzoqdan gapini eshitdilarmi? Aka nimadir qo'shadi, sizni aytmaydi deyapti. 16 xil, 17 xil, hozir 18, 19-xilni ham o'ylab turibman. Uni topib kelishim kerak, endi rasxod ko'payib qoladi. Hozir shu ham effekt beryapti, hozir shuni foydalanib turinglar. Xudo xolasa o'yimizda narsalar ko'p, hammasini qilamiz xalq uchun, o'zimiz uchun. Hammaga manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rlar mana qanaqa yopgan. Atroflarni. Yo'q. 10 so'tmi Akramjon bey? 10 so'tmi bey? 7 so't. 7 so't ekan. 7 so't, 8 so'tga tiklisi 7 so't. Bo'ldi. Oilalar, e'tiborli bo'linglar. Hozir hammasini qo'shib qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Aziz birodarlar, yandan qisqacha tushuntirish olib boraman. Mana shu Akramjon qo'shni mahalladan, biz bu yerda Farg'ona viloyati bo'yida tumanidanmiz. Qo'ng'irot rahmatulladan. Juda ko'p narsalar isbotlab qo'yganman. Mana shu Begim sharbatini chiqarib qo'yib, suyuq holatda chiqarib qo'yganmiz. 1 litri 1000 so'm. Masalan, 1 gektar yer qovun to'g'riz deganda 1 gektarga 1 tonna 1 marta qo'yganda. Shu videolarimizga ko'rsatib qo'yamiz. 1 marta qo'yganda 10 barobargacha katta qilib qo'yyapti. 1 marta qo'yganda, agar 2 marta qo'ysa, keyin videolarni ko'rsatib qo'ydim. Biyni tekshirib ko'rdim. Aslida bana 3 yil bo'lyapti boshlaganinimizga. O'zimiz ham bunchalik foyda bermasa kerak deb o'ylagan edim o'zim ham. Begimiz o'zini sultirib qo'ymaganman, juda ko'p narsa qo'shib qo'yganman. Yanton boshda 6 xil qo'shganman, 3 yil oldin. 6 xilda ham yaxshi foyda berardi. Hozir mana 16 xilga chiqqan. 17-xilini ham topdim. 18-xilini ham topdim. 19-xilini ham topganman. Masalan, ikkita narsa bor yanton. Ularni topib kelishim kerak. O'ylab turibman. Ammo shu xalqimizga omonlashsa hammaga yaxshi bo'ladi. Nafaqat menga, hammaga yaxshi bo'ladi. Yerlarimiz unumdor bo'ladi. Birinchi o'rinda kasal kelmayadi. Hamma kasal
Mineral o'tdan kelib chiqyapti asosan. Chetirgan doridan kelib chiqyapti. Jigar chetirgan dorida ham zarari ko'p bo'ladi. Tuzash uchun chetirgan dori demoqchiman. Mineral o'tdan tashqari. Similatda misol keltirib qo'yganman, videolarimda aytganman, bitta videom, bitta emas, bir ikkita, uchta videoda aytganman. Oddiy ota bobomizga qolgan similatda pishirishni ham yo'lini bilmaymiz. Ota bobangiz ko'ylagan bo'lsa, siz ham ko'ylaverasizmi uni? Ko'ylaganda qozondan kamgir uchishadi-da. Shunda ishqorib hosil bo'ladi. Ishqorni yeb qo'yamiz. Qirindida qisqasi. Qozon bilan kamgir uchishganda qirinda hosil bo'ladi. Yeb qo'yamiz-da. Ilojimiz yo'q. Keyin har xil kasallarga kelib chiqaveradi. Men doktor emasman ya boshqa emasman. Kasal turlarini aytib bera olmayman, qanaqa kasalga kelib chiqishini. Asosan jigar yetishmovchiligi kelib chiqadi-da. Senga insonga tushgan yomon narsalarni nitrat deydi. Masalan, adabiy til bo'yicha nitratlar deydi. Yomon zararli narsalar tushgan narsani, organizmga tushgan narsani jigar tozalab beradi. Tozalab berganda o'zida qolib ketadi o'sha. Qisqarsa ishlab charchaydi u. Jigar ishlab charchaydi. Yomon zararli narsalar o'zida qolaveradidan tozasini o'tkazaveradi senga. Qonun o'tkazib beraveradi-da. Shuning orqasidan zararlanib jigar sirroz holatiga keladi. Endi masalan mana hozir 1 gektar yerga 1 tonna desak, 1 metr qo'yganda 1 million ketadi. 2 metr qo'ysak 2 million ketadi. 1 gektar qovunga 8 million, 15 million mana o'tkazib beramiz olib berganman. Yana tam aytaymanki, ayniqsa mana uzumda deylik, mana hozir asosiy videomiz uzumda ketyapti. Hamma yoqda foyda bor. Hammasini gapirib odam takazat qilishim qiyin hammasini. Bizda endi borini ko'rsatamiz-da. Mana uzumga o'rtacha hisoblab beraman. Uzumga bir marta YouTube'da chiqargan videochilar bor. Katta blogerlar, katta dehqonlar xalqqa ko'rsatib bergan. 8 sotikka 4 qop ama posolyapti, men deydi. Bir marta sog'onda kuzgi sezonida. Bir marta sog'onda 4 qop solyapti 8 sotikka. Demak, 80 sotikka 40 qop bo'ladi. 1 gektarga 40 qop bo'lsa 42 qop bo'ladi. 42 qopingiz qancha bo'ladi? 2 tonna 100 bo'ladimi? To'g'rimi? Men adashmayapmanmi? 2 tonna 100 bo'ladi. 2 tonna 100 da dorini hisoblab ko'ring, nechta pul bo'ladi keyin. Nimagidan quysangiz-chi, nechta pul bo'ladi? Shuni yaxshilab hisoblab ko'ringlar-da, shuni qarab ish qilinglar. Asosan oltariqlar, uzum bilan shug'ullanayotgan insonlar, masalan, Samarqandda ham ko'p uzum bilan shug'ullanayotgan, Parkent, Piskentlarda ham ko'p menimcha. Uzum bilan shug'ullanayotgan insonlar. Hali bu suyuqlikda xudo xolasa quruq smes holatda ham ishlab chiqarmoqchiman. Shu ishda bosh qotiryapman. Hozir shu holatda dastlabkilarimiz qiyin bo'lyapti, masalan. Harakat qilyapmiz, atrofimizga osonroq bo'ladi-yu. Masalan, mana Toshkentga ham qiyin bo'lib qoladi, masalan. Andijonga ham qiyin bo'lib qolyapti. Andijon 170 kilometr Jalolqo'rg'ondan kelyapti odamlar. Paxtaboddan kelyapti Malinaga. Bizni hammaga foydali bo'ladi-da, agar hamma o'tsa hammaga foydali. Hamma arzonlashadi shu. Ommalasa yuzlamdan bo'ladi. Shuni tushuntiray dedim. Hozir men sizlar harakat qilaman, qolgan videolarni to'g'ishqa masalan 5 marta qo'yib deyapmizmi? Qaysi oyda qo'yganlarimiz xudo xolasa videodan nima YouTube'dan o'zimiz qo'ygan telefonlarimiz o'chib ketganda ko'p video 2 yil, 1 yilda bo'lsa telefonda o'chib ketib qolyapti, bilmay qolamiz. Qaysi videoni o'chirtirganimizni bilmay qolamiz, o'chirib qo'yamiz orcha videolarda. Shunda o'chib ketib qolyapti. Iloji boricha YouTube'dan yana qaytarib totib olamiz tag'in, sizlarga qo'yib beramiz hammasini. Nechinchi kuni kuyganmiz, qanday bo'lgan, qanaqa holatda u o'zim pishganda ham borib qo'yganman, video qilib qo'yganman o'shanda ham. Jo'li kelin barmoq bilan efirmer deydi, men sotdan yaxshi tushunmayman. Qisqasi yankirib qolgan ekan o'zimlarga. Chilga pishib bo'lgan ekan. Bu video nima dehqon aytayaptiki, chilgimda o'tgan yil qusham yemadi deydi. Shu o'shni ham to'p qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa. Mening qo'limdan kelmaydi, uni qarasizlar to'p qo'shish o'g'lim qilib beradi-da uni. Shuna qarab ish qilamiz. Hamma videosini ko'rsatib qo'yaman. Nechin tushunib yurgan, qanday bo'lgan. Chilga uzumini qush yeb qo'yibdi. O'zlari tugul qushlar yeb qo'yibdi shirinligidan. O'tgan qush ham yemagan deyapti uni.
shirinligini yaxshilab beryapti, kalibrini yaxshilab beryapti, doridan yaxshi foyda qilyapti. Dori mineral o'g'itdan ko'ra bo'lmaganda 8 barobar 10 barobar edi, masalan. 2 tonna uzum dori solsa, 2 tonna dorisi pulini hisoblamabman. 2 tonna dorisi bo'lmaganda 15 million, 16 million, 20 million ham qoladi. Endi bir marta dori solmasa kerak uzumga. Kuzda bir marta solsa, erta bahorda bir marta soladi. Mevaga o'tganda ham yana soladi men. Ana sherigim ham chidolmasdan machavini solgan. Machavini ham nima solganda bilmayman, tushunmayman. Qisqasi ziyon. 15 million qayda-yu, menikidan bir marta qo'ysa 1 million, 2 marta qo'ysa 2 million. 3 marta qo'ysa 3 million. Bir martasiga dori solsam 4 million bo'ladimi? 15 million yandan topaydi. 10 million foyda bo'laversa ketar yerdan. 4 gektar yerga 2 odam 40 million daromad ko'rib oladi. Mineral o'g'it ustidan. Shuni tushuntiray dedim. Salomat bo'linglar. Tashkilotda ko'rishaylik. Sog'liqlarning qadriga yetinglar og'aylar, iltimos. Aziz birodarlar, mana uzumga yana topib keldik. Bu Akramjonga, Sho'rtepami yo'q qishloqmi? Sho'rqishloqqa. 500 litr olib keldik. O'tgan safar 500 litr 14 noyabr kuni quygan edik. Mana uzumzor. Hozir mana tagiga quyib chiqdik. Akramjonni o'zi mana mevalarini ko'rib nima qilyapti mana. Belə ko'rsatib qo'yay. Mevasi ko'riladimi? Yangi qora, o'shanga ishonib Sizlar Hoji Begim ishlari bu. Shuni o'ringlar. Tashkilotda ko'rishaylik. Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli obunachilar. Hoji Begim kanalining ishqibozlari, hurmatli hamyurtlar. Mana shuni eslayapsizlar, mana şeylar. 4-marta qo'yapti Sho'rtepada, Sho'rqishloqda. Akramjonning uyida. Mana mevalar. Hozir quyib oldi jellar bilan. Suloq yapti. 2 litrdan mo'jada tagiga quyib chiqdi. Hosilni ko'ringlarchi, uzumlar shug'ullangan odamlar. O'tgan yildan beri shirin deyapti. Xudo xolasa, hozir ko'rsataman o'shalarni ham. Sortlarni yaxshi tushunmayman men bu uzumlarni. Akramjon xolamayapti, videoga tushdi. Hozir ulardan gaplarni eshitkazaman men sizlarga. Hozir mana bu chilgisi bor ekan Mehmetda, atini kelyapman. Chilgisini mana qushlar bekorga yegan yo'q-da buni. Shirinligidan yeb qo'yibdi. O'tgan Akramjon buni shirin bo'lmagan edi deyapti. Yeb tashlabdi qush. Shirinligidan deyapti Akramjon. O'shanga hozir 4-marta quyapti. Altarxallar uxlab qolmanglar, o'zimdan shug'ullangan insonlar. O'zimni ko'rdilar qancha yeb tashlagan. Bilmez bu zaman qush ham yemaydi buni. Akramjon nima dedingiz? O'tgan yildan shirinmi endi bu yil chilgilar? Xudo xolasa o'tgan yildan ancha yaxshi. Hosillarni ham gapirib yuboringchi. Hosillarimiz ham zo'r. 4-marta quyishimiz ham xudo xolasa buni. 4-marta quyishimiz kalibrlar bu yil o'ta vahima, boshqacha. Xudo xolasa ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi havolarni. Meni o'zi uyimda uzum bilan bo'lgan yo'q-da, meni ham uzum bor menda ham. Mana kalibr bo'lgan yo'q, ketma sopi bor menda ham bilmayman. Hali endi birinchi marta hosilni ko'ryapman men ham. 4 yil deganda. Teplisamni chidolab uyli o'tgan yil ekilganlar bilmay qilyapti xudo xolasa. Altarxonlar o'shani syomkasini ko'rgan bo'lsalar kerak. Altarxonlar e'tiborli bo'linglar, uzum bilan shu. Shinavandalari mana shu Abdulhay aka hojini begomisdan ishlatinglar. Zo'r effekti zo'r ekan amalaki. Dehqonlar eshityapsizlarmi gapni? Agar maza qilasizlar. Don 2 barobar bo'lar ekan. Bo'pti. O'yinda yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ishonaveringlar. O'zi bir yil o'tmay qolgan dehqonlar ham o'tib ketyapti, xudo xolasa. Abdulla Hoji kanali bu. Bugun 1-iyul. Xudo xolasa hosilni ko'rdilar mana. O'shan qaray ish qilaverasizlar. O'zimga ham hali ham bo'lsa kechmaslik quydi mana. 4-marta quyish bu yil. Hali chisillarning hammasini ko'rsatib qo'yganman. Video kanalimga kirsanglar ko'rasizlar. Salomat bo'linglar.